Assalomu alaykum. Humoyin Ustovs kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovka qildik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamizni qayerga olib kelib o'rnashtirdik, qanaqangi materiallardan tayyorladik, kvadrat metrini necha pulda olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarini darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga qator berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu ikkilik listda yasalgan bir qavatlik ruchnoy rabota darvozamiz. Darvozamizni Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'rmon qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari musofir yurtda yurishib, bizni kanalimizni muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, albatta zakaz qilishganda, xudo xohlasa joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. O'zlaring ko'rib, mana aziz yurtdoshlar, baho berishlaring mumkin. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Oddiy, skromniy, zamon tanlamaydigan, juda ham chiroyli holatda chiqqan darvozamiz. Razmeri darvozamiz eniga 3.90, bo'yiga 3.35 razmerda bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, darvozamizning aylana stoykalari mana 10lik shiviller, qovurg'a profillari 6ga 4lik, 1.7lik stenali profilda yasalgan va mana polni chetlariga vibralar qo'yib, 6ga 1 chaspaklarini qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib ishlab berganmiz. Bu darvozamiz aziz yurtdoshlar, dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan yasab tayyorlab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta sifatli temir mahsulotlardan tayyorlandi. Mana shu zamoklari ham hozirgi kunda yaxshi xizmat qilib turgan Zuber zamoklardan qo'yganmiz. Polni mana shumkalar qilib, juda ham chiroyli holatda qilib o'rnashtirdik. Bir qator hozir darvozamizni orqa holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ko'p yurtdoshlarimiz ustaga darvozani orqa ko'rinishini ham bir ko'rsating, qanday holatda bo'ladi deb so'rashadi. Talablarga binoan hozir orqalarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz yurtdoshlar, darvozamizning orqa ko'rinishini ham ko'rishlaring mumkin. Oldiga qanaqangi e'tibor bilan ishlangan bo'lsa, mana orqasi ham ortiqcha bir svarkani o'rnalari bilinmaydigan qilib, shilaglarsiz, tekis holatda qilib ishlab berganmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi darvozamiz va havo aylanishining hisobiga mana shu tepa qismiga lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, darvozani bitqazib yasab olib kelib ustanovkasini qilib berilgan. Hurmatli yurtdoshlar, albatta shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shaxsan o'zimni telefon raqamimni qoldirib o'taman. O'zbekiston istalgan joydan bemalol bog'lanishlaring mumkin. Xudo xohlasa xizmatlarimizni O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib aytilgan manzilga arzon va sifatli qilib, eng muhimi dogovorda kelishilgan holatdagi materiallarni 100% qo'yib, chiroyli qilib ustanovkalarini qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.